Assalamu alaikum, hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari. To'g'onlar, bugun 12 mart. Mana No'qatdagi cho'p bozor. Oq cho'p qanchadan sotildi aka? 230 so'mdan sotildi. Yaxshi. Bu yerda bedeler jup yo'lidat. Mana. Bede qanchadan bo'ldi? Bede 295 so'mdan doğru. 295 so'm. To'g'onlar, bizning kanalga so'zsiz qattiq qo'yingizlar. Like basmaganlar like basib qo'yingizlar. Qanchadan bo'lib tur aka? 180 so'mdanmi? Jo'n cho'p ekan, ha? Boqcha oralash Boqcho'p. Boqcho'p. Arzonlab qolib tur negadir. Ya çöptün boğazı qancha ekan? Esi jo'q. Bu yerda dag'i toza bedeler var ekan. Qancha ekan çöp aka? Çöp qancha ekan? Alasınmı? Alam qancha bo'lsa? İşten yaxşı 40'tan getdik. 240 so'mdan. Şu tukta satma. Ha. 240 so'mdan to'g'onlar. Ve siz chiqmadingiz. Saman qanchadan oldi saman? Saman qanchadan oldi aka? Saman satıldı akalar. Yok, saman satyapti 230 so'm deydi. Shunaqa deyapti. 230 so'mdan deyapti to'g'onlar. Bu qanchadan bo'ldi aka bu? Buni 300 so'mdan oldik deydi. 300 so'mdan. Boqcha aralash ekan, ha? 240 so'mdan sotilyapti. Ha, 240 so'mdan sotilyapti. Buldagi bede ekan. Bede tushib tur to'g'onlar. Qarangizlar. Ya saman qancha ekan saman? Bilmiyorum degansin. Esi yo'q bu. 10'dan ol yaxshi. Saman qancha ekan saman aka? Saman bilmedim. Saman qancha saman? Saman mı? Nima saman? Abi 200 kam. 200. Ha, 200 so'mdan ekan. Bu saman aralash ekan, ha? Qancha ekan bo'lsa? 250. 250 so'mdan. Qilish bo'lsa. Ya qaysi bedega berdingiz aka? Berge yok. Bermaydi abi? Adam patpaqlagı ne? Ya buna qancha ekan buna? Geçen qo'yib qo'ydi belki patpaq. 200. Olmavi. Bol siz tortmang. Mana bedeni aytingchi bo'lsin aka, bedeni siz tortmayman. Burada 350 kam var. 350 kami var. Ha? Olma 100 so'm aka. Bittasi. 350 kami var. So'ragan adam yo'q. Hadi onlar. Malvoy aytarsa. Malvoy aytaver. Yaz geldi, ko'pga chiqdi. Mına to'g'onlar sizlar bilan do'stlik kanal bo'ldi bu chiqarishda. Sizlar video yoqqan bo'lsa, so'zsiz like, kommentariy qoldirib qo'yinglar.